Quyidagi masalani qanday ishlaymiz? Tengsizlik yordamida chiqadigan matnli masalalar qatoriga kirar ekan. O'quvchilar har qatorda 8 nafardan saf tortishsa, qatorlardan bittasi to'liq bo'lmay qoladi. Agar har qatorda 7 nafardan bo'lishsa, qatorlar to'liq bo'ladi. Ammo qatorlar soni 2 taga ortadi. Agar o'quvchilar har qatorda 5 nafardan bo'lishsa, qatorlar soni yana 7 taga ortadi, lekin bitta qator to'liq bo'lmaydi. O'quvchilar sonini aniqlang. Xo'p. Bizda o'sha o'quvchilar sonini x bilan belgilasam. Undan tashqari yana saf tortishganda qatorlar soni bor. Qatorlar sonini y bilan belgilasam. Va ifodalarini tuzishni boshlayman. Agar har bir qatorda 8 tadan bo'lishsa, demak bitta qatorda 8 tadan qatorlar soni y ta bo'lganligi uchun har birida 8 y bo'ladi, o'shanda umumiy. Demak bu umumiy o'quvchilar sonini bildiradi. Endi shartida aytayaptiki, bittasi to'liq bo'lmay qoladi. 8 kishidan turadigan bo'lsa safda qatorlar to'lmas ekan. Demak o'quvchilar soni 8y dan kichkina, ya'ni 8y dan kam bo'ladi x'imiz mana. Ikkinchi sharti. Agar har qatorda 7 nafardan bo'lishsa, mana har bir safda 7 kishidan bo'ladigan bo'lsa, har bir qator to'liq bo'ladi, qatorlar soni 2 taga ortadi. Qatorlar soni bizda y edi, 2 taga ortadigan bo'lsa, har bir safda 7 kishidan y plus 2 qator bo'ladi va bu aniq o'quvchilar soniga teng. Chunki har bir qator aniq to'lgan. Xo'p, uchinchi ifodasi. Agar o'quvchilar har qatorda 5 kishidan bo'ladigan bo'lsa, yana 2 ta qator ortadi. Mana o'zi 2 ta qator ortuvdi, yana 7 taga qatorlar soni ortar ekan. Demak 5 ko'paytirilgan y plus 2 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsam, y plus 9 va oxirida bitta qator to'liq bo'lmaydi. Demak o'quvchilar soni shu qatorlarni to'ldirish uchun yetarli emas. Demak o'quvchilar soni bundan kichkina. Ana endi bu tengsizlik yordamida oralig'ini topib ishlashligim kerak. Demak bizda ikkinchi ifodamizda x shunga tengligi aniq aytilgan. Demak mana shu x'larning o'rniga mana shu ifodani qo'yib ishlayman. Demak birinchi ifoda 8y katta x o'rniga 7y plus 2 ni qo'ydim. Oxirgi ifoda 5y plus 9 katta x o'rniga 7y plus 2 ni qo'ydim. Va davom etaman. Birinchisini ishlaydigan bo'lsam, 8y katta qavs ochsam 7y plus 14 dan. Ikkinchisini ishlaydigan bo'lsam, 5y plus 45 katta bo'ladi 7y plus 14 dan. Xo'p, davomidan birinchi tengsizlikda ishlaydigan bo'lsam, 7y bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, y katta 14 dan degan oraliq chiqadi. Ikkinchisini ishlaydigan bo'lsam, 45 dan 14 ni chap tomonga o'tib ayiradigan bo'lsam, 31. 7y dan 5y ni o'ng tomonga o'tib ayiradigan bo'lsam, ishora bu tomonga qaragan 2y. Buni davom etib ishlab qo'yadigan bo'lsam, y kichkina 15,5 dan, ya'ni 15,5 dan. Endi xulosa qilib oxiri aytishimiz mumkin. Mana oraliq bo'yicha chizadigan bo'lsam, 15,5 dan kichkina, 14 dan katta degan javob chiqyapti. Endi bizda y'imiz qatorlar soni bu aniq natural son bo'lishi kerak. Demak 14 bilan 15,5 orasidagi natural soni bitta, 15 ni o'zi bor xolos. Demak bundan y ni aniq 15 ga tengligini topish mumkin. Y 15 ga teng bo'ladigan bo'lsa, y ni o'rniga mana bu joyga 15 ni olib kelib qo'ysam, x'imiz kelib chiqadi. Demak y ni o'rniga qo'yib ishlasam, o'sha joyga
15 ni qo'ysam 15 ga 2 17, 17 ni 7 ga ko'paytirsam x teng 119. Demak, o'quvchilar soni 119 ta ekan.